Mana Latviyaga 1 oylik Latviyani turizm vizasini qo'lga kiritdilar, ya'ni 15 kun yurish huquqiga ega bo'lgan bitta davlatdan o'tkazlari bo'lgan Yevropani va mana bizga keldilar, Latviya vizasi topshirildi. Muvaffaqiyatli vizalari chiqdi. Okajon, mana bizga keldingiz. O'zi sizga bizani kim maslahat berdi? O'zi bilarmidingiz biz turizm vizasi bilan shug'ullanishimizni Yevropaga? Yo'q, buni oldin bilmaganman. Bo'lmasam boshidan keyin bo'lardim. Chiqmaganimdan keyin tanishlardan eshitdim. Mana shu Grand Viza degan joy bor. O'zbekistonda shu eng zo'ri deyishdi. O'zing borib qilganingda baribir xatolaring bo'ladi. Maslahat berishdi. Ishxonadagilar ham. Mana keldim, rahmat. Ikkinchisi popitkadan berishdi. Birinchisida o'zim xato qilib отказ oldim. Dokumentlarda noto'g'ri bo'lgan, yana bir ikkita joylarda kasaklar bo'lgan. Mana hammasini zo'r qilib, chiroyli qilib berishdi. Tavsiya qilgan bo'lardim, baribir har bir sohani o'sha mutaxassislarga murojaat qilishchi. Endi bu bilan endi o'z-o'zini yaxshi zo'r kompaniya demoqchi emasmiz, albatta. Kompaniyalar ko'p, yaxshi ishlayotganlari ham bor, afsuski yomon ishlayotganlari ham bor. Kelganingizda masalan biz ham 100% garantiya bermaganmiz vizaga. Lekin albatta sizni hujjatlaringizdan kelib chiqib individual yondashib, maksimal darajada topshirib berdik. Endi planlaringiz qanaqa? Qaysi davlatlarda bo'lmoqchisiz? Xudo xolasa Latviyadan keyin Fransiya, Italiya eng xohlaganim shu Shvetsariyaga borish, Germaniyaga ham yo'l-yo'lakay o'tib, shu Yevropaning 5-6 davlatlarini ko'rib kelish. Grand vizani keyingi sonlardan kuzatinglar, xudo xolasa yangidan yangi vizalarni qo'yishni davom etamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, salomat bo'lasizlar.